Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatuvchilari va mehmonlari, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi video darsligimizda mana bu ekrandagi chiroyli ko'ylagimizni qanday bichilishini va tikilishini sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Ko'ylagimiz uchun 3 metr shtapel matodan foydalandim. Ko'ylagimizni yengi uzun va lozima bilan birgalikda chiqdi. Keling, ko'ylagimizni fasonini yaxshilab kuzatamiz, o'rganamiz, keyin esa bichishni boshlaymiz. Ko'ylagimizni quyidagi o'lchamlardan foydalanib bichamiz. Ko'ylagimizni bichishni boshlaymiz. Ko'ylagimizni eng avval etek qismini bichib olamiz. Buning uchun materialimizni mana bunday qilib burchak shaklida buklab olamiz. Demak, bizda koketkani uzunligi 40 cm, umumiy uzunligimiz esa 110 cm. 110 cm dan 40 cm ayirganimizda va chok haqi berganimizda etek qismimizning uzunligi 73 cm hosil bo'ldi. Mana bu joyning kengligini topish uchun esa bel aylanamizni 4ga bo'lib chok haqi beramiz. 23 cm hosil bo'ldi. Shu chizig'imizdan boshlab etek qismimizning uzunligini belgilab chizib chiqamiz. Endi esa ko'ylagimiz uchun yeng bichib olamiz. Yengimizning kengligini 22 cm kenglikda qilib buklab olamiz. Umumiy uzunligimizga esa 2 cm chok haqi beramiz. Mana bu joyning kengligi 22 cm. Uzunligimiz 58 cm, chok haqi bilan 60 cm hosil bo'ldi. Belga qo'yib olamiz. Mana bu buklov tarafdan 3 cm o'lchaymiz va 3 dan keyin 22 cm uzunlikda chiziq tortib olamiz. Yengimiz mana bu qismining kengligini esa 13 cm kenglikda qilib o'lchadim. Navbat ko'ylagimiz uchun oldi koketka bichib olishga. Materialimizning notekis joylarini tekislaymiz va 26 cm kenglikda buklab olamiz. Mana bu joydan yelka kengligimiz 19 cm, bo'yin o'yindimizning kengligi 8 cm, o'yindimizning chuqurligi esa 14 cm chuqurlikda. Yelkamizning qiyaligini 3 cm qilib olamiz. Koketkamizning uzunligini esa 42 cm uzunlikda qilib belgiladim. Mana shu joydan ko'krak aylanamizning kengligini 26 cm kenglikda qilib oldim. Bu ko'krak aylanamizni 4ga bo'lib chok haqi berilgandagi chiqarilgan raqamlar. Qo'ltiq o'yindimizning chuqurligini esa 22 cm chuqurlikda qildim. Mana bu joyning kengligini ko'krak aylaniga nisbatan 1 cm kam qildim. Ko'ylagimizning oldi koketkasini biroz kengroq bichib olishimiz kerak, chunki mana bu joyga qo'yadigan bezagimiz tor qilib qo'yishi mumkin. Mana bu joydan 24 cm uzunlikni o'lchadim va bo'yin o'yindimizning chekkasidan 6 cm o'lchadim. 6 cm va 24 cm chiziqlarimizni ozgina yarimoy shaklida tutashtirib olamiz. Endi koketkamiz uchun vitichka chizib olamiz. Buning uchun materialimizni teskari tarafidan mana bu joydan kengligi 9 cm, balandlikka esa 7 cm chiziq tortib olamiz. Koketkamizni ikkinchi tarafiga ham xuddi shunday chiziq tushiramiz.
Yelkadan ko'krak uzunligini o'lchadim va mana shu joydan kenglikka 11 sm o'lchab betichka chizib oldim. Endi ko'ylagimizning orqa koketkasini bitishni boshlaymiz. Materialimizning kengligini 25 sm kenglikda qilib taxlab olamiz. Mana bu joydan yelka kengligimiz 19 sm, bo'yin o'yindimiz 8 sm, yelkamizning qiyaligi 3, o'yindimizning chuqurligini 3 sm qilishimiz mumkin. Koketkamizning uzunligi 42. Ko'krak elanamizni mana shu joyda 25 sm qildim kengligini. Qo'ltiq o'yindimiz 22. Mana bu joyning kengligi esa 24 sm. Orqa koketkamiz uchun ham betichka chizib olamiz. Buklov tarafdan kenglikka 9, yuqoriga esa 11 sm uzunlikda betichka chizib oldim. Endi esa ko'ylagimizning koketkasini bezatish uchun lentichka kesib olamiz. Lentichkamizning kengligi 8 sm, uzunligi esa materialimni bor enidan foydalandim. Ya'ni 1,5 metr uzunlikda deyish mumkin. Ko'ylagimizning koketkasi 2 qavat bo'ladi. Shu sababli ortga materiallarimizdan mana bu ko'ylagimizning o'rtasidan chiqqan qiyiqindiga nisbatan biroz kengroq va uzunroq qilib 2 qavat material kesib olib qo'ydim. Endigi navbat ko'ylagimizni tikilish jarayoniga. Ko'ylagimizni tikishni lentichkamizni chekkasiga lenta qo'yib bezatib olishdan boshladim. Buning uchun men magazindan mana bunday paxtali, xlopkoviy bir pachka lenta sotib oldim. Lentamizning uzunligi pachkada 5,5 metr ekan. Shu lentichkamizni mana bu materialimizni chekkasiga tikib chiqishdan ishimizni boshlaymiz. Paxtali lentichkadan foydalanishimga sabab bu lentichkamizni biroz kraxmali bor, ko'ylagimizning bezagini yana ham formasini chiroyli ushlab turishga yordam beradi. Navbat koketkamizni tayyorlashga avvaldan kesib olgan matoyimizni bir qavatiga filtrini yopishtirib oldim va ko'ylagimizning oldidan chiqqan mana bu qiyiqindimizni qo'yib, biroz chok haqi berib kesib chiqdim. Endi koketkamizni 2 ga qatlaymiz va mana bu buklov tarafdan kenglikka 8 sm o'lchaymiz. Chuqurlikka esa 14 sm o'lchaymiz. Yarim oy shaklini chizib olamiz. Kesib chiqamiz. Koketkamizni bezatishda siljib ketmasligi uchun chekkasini mashina yordamida chok yurg'izib chiqdim. Mana shu joydan 2 sm uzunlikda yarim oy shaklini chizdim. Kengligi 1 sm kesib oldim. Mana shu yarim oychamizga lentichka tikib olamiz va chiroyli qilib dazmollaymiz. Keyingi ishimiz mana shu koketkamizning chekkasini lentichkamizga zborka tortib bezatib chiqishga. Xohlasangiz avvaldan zborka ipini mashina yordamida yurg'izib olishingiz mumkin. Xohlasangiz mana shunday qilib ignacha yordamida oz-ozdan lentichkani surib zborka hosil qilib olishingiz mumkin. Koketkamiz mana bu burchagiga kelganda biroz 6-7 sm uzunlikda lentichkamizdan tashlab kesib olamiz. Endi esa ortgan lentamizni mana shunday qilib burchagini burchagiga qo'yamiz va uchidan boshlab koketkamizni 3 qismiga qaratib kassor shaklida tikib kelamiz. Chokdan keyin qoladigan oshiqcha joyini kesib tashlaymiz va overlock qilamiz.
Mana bezagimiz mana bu holatga keldi, juda ham chiroyli chiqdi. Endi esa yana sborka tushirib koketkamizga tikishda davom etamiz. Mana koketkamizni bezatib oldik, juda ham chiroyli chiqdi. Koketkamizni oldi qismini vitichkalarini tikib olamiz. Tayyor bo'lgan asos qismimizga bezatilgan koketkamizni birlashtirib olishimiz kerak. Buning uchun mana bu burchakdan boshlab, xohlasangiz qo'l choki bilan, xohlasangiz bulavkachalar yordamida mustahkamlab olamiz. Keyin esa mashina yordamida tikib chiqamiz. Tikkan chokimizni overlock qilib olamiz va ichkari tomonidan chokimizni mana bu koketkamiz tarafga yotqizib, qo'l choki bilan ehtiyot bo'lib, chokimizni o'ngi tarafiga chiqib qolmaydigan qilib tikib chiqamiz. Mana shu joyda tayyor lentichkamizni ozgina skladga berib, koketkamiz tomonga qayirib tikib qo'yamiz. Chunki ko'ylagimizni yengini tikayotganimizda mana shu pirpirakchalarimiz bizga xalaqit beradi. Ko'ylagimizni orqa koketkasini oldi koketkamizni ustiga qo'yib, yelkalarimizni birlashtirib tikib olamiz. Ko'ylagimizni orqa koketkasini ham vitichkalari avvaldan tikib olingan va tasmonlangan. Mana shu joyda e'tibor berib kuzating. Mana bu lentichkamizdan 35 sm o'lchab olamiz va mel bilan belgilaymiz. Mana shu qo'ygan belgimizgacha mashina choki yordamida ikkiga qatlab tikib chiqamiz. Lentichkamizni uch qismini mana bunday qilib qayirib bekitib olishimiz kerak. O'ttiz besh santimetrgacha tikib olgan lentamizni mana bu joyga qo'yamiz va bo'yin aylanamiz bo'ylab aylantirib tikishda davom etamiz. Lentichkamizni mana shu joygacha tikamiz va yaxshilab chokimizga zakrepka berib, qolgan yana 35 santimetrlik kesilgan lentamizni ikkiga buklab tikib olamiz. Ko'ylagimizni oldi o'yindisini lentichkamiz bilan berkitib oldik. Mana bu 35 santimetrli lentamizni esa bog'lab, chiroyli qilib bezatib foydalanishimiz mumkin. Ko'ylagimiz mana shu holatga kelgandan keyin ko'krak aylanalarimiz, yelka kengliklarimiz va bel aylanalarımizga ozginadan chok haqi berib, oshiqcha joylarini kesib tashlaymiz. Kesib tekislangan koketkamizga esa ko'ylagimizni etak qismini birlashtirib tikib olamiz. Ko'ylagimizni etak qismini o'rtasiga qo'ygan belgimiz koketkamizni o'rtasiga to'g'ri kelishi kerak.
Agar etak qismingiz koketkaga nisbatan biroz kengroq kelsa, shtapel materiallarni tikayotganingizda oz-ozdan sborka solib tikishingiz mumkin bo'ladi. Ko'ylagingiz yana ham chiroyli chiqadi. Yengimizni uchini overlock qildim va qaytarib buklab dazmollab oldim. Ko'ylagimizning yengini birlashtirishga batafsil to'xtalmadim, chunki avvalgi videoroliklarimizda qayta ko'rsatilgan. Ko'ylagimizning yon chokini birlashtirib tikishda esa yengimizni uchidan boshlab tikishda to etakgacha davom etamiz. Ko'ylagimizni tayyor holatini ko'rib chiqamiz. Avval tayyor bo'lgan koketkamizni bo'yin aylanasiga ishlov berilgandan keyingi holati va nihoyat ko'ylagimiz tayyor. Juda ham chiroyli chiqdi. 48 razmerdagi ayollarimiz uchun 3 metr materialdan ko'ylak lozim chiqarishingiz mumkin. Albatta, shtapel materialingiz yuvilgandan keyingi qoladigan holatni hisobga olishingiz kerak. Hurmatli kanalimizni kuzatuvchilari, bugungi videorolikimiz agar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni, obuna bo'lishni unutmang. Kelasi videoroliklarda ko'rishgungacha Allohga omonat bo'ling.